Sovushni boshladik. Napori yetib olib Napori zo'r ekan. Jonivor. Kash qaytarib turibdi bemalol. Naring tomoni. Xudo xolasa erkak, ayol, yoshi katta, yoshi kichik demaydi. Odam tanlamas ekanda. Olib borgandan keyin aytyapman, bir hafta 10 kunda nima ekan ayb bo'lsa, meniki mol, mana. Qanosan boshladik. Birinchi bo'lib shu birinchi kichikroqdan boshladik. Bolasi xonajin ekan-a? Bolasi xonajin, uchinchi bolasi Zohidjon. 2 yuraligidan olaman deganlarga 2 yuralik bolasi ham dadilib qo'ygandi. Jonivor bolasi zo'r ekan-a? To'q ko'p katta sigir ishqibozlariga endi 3-sigirimiz bo'ydorligi, o'ta ham bo'ydordan, bolasi ham zo'ridan ekan. Oldi tugashi dinozavrni boshlanishi uchun. Shunaqasidan ekan, haqiqiy kuchli. Bolani ham qarang. Bolasi o'ta ham zo'r va Movosi yana bo'ladi. Yana biridan biri go'zal, biridan biri sut ko'p sinaqda ishonchlilarni yig'ib qo'ydik. Ola parod ishqibozlarga. Ola deganga ola, rossiyskiy deganga rossiyskiy. Bollari zo'ridan. Ser sutlaridan. Bollari ham zo'r, sutlari ham zo'r. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Zohidullo Shobingudam sotiladigan sifatli sut ko'p bollari zo'ridan 3 ta ola paroda sigirlar bor. Rossiyskiy ishqibozlarga rossiyskiyning o'ta ham kuchlilardan, dolaysi mesni deganlarga mesni. Uchala sigirni bor ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib olinglar, videosini like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlab so'raymiz. Bugun hafta kuniga yakshanba sanamiz 14-iyun 2026-yil. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvandalik sentrida. Xudo telefon qilganga O'zbekiston bo'ylab aytgan joylarga yetib beradi. Bemalol telefon qilasizlar. O'shalar sigirlar yurishtirishlarini, sog'lishlarini bor ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni bosh like bosib qo'yinglar. Like arziydigan xudo xolasa sifatlari bor ekan, narx-navosi ham bo'ladi. Assalomu alaykum Ahmadjon aka. Zohidjon. Sanjan salom aka. Rahmat, Xudoga shukr. Ishlayapsizmi? Mana obunachilarga yana biridan biri go'zal, biridan biri sut ko'p sinaqda ishonchlilarni yig'ib qo'ydik. Ola parod ishqibozlarga. Ola deganga ola, rossiyskiy deganga rossiyskiy. Bollari zo'ridan. Ser sutlaridan. Bollari ham zo'r, sutlari ham zo'r. Xolasa boshlar deymiz Ahmadjon aka. Ko'chaga olib chiqib yurishtirishlarni bor ma'lumotlarni beramiz. Ishlanishida ko'ra olamiz. Ishlanishida ko'ra olamiz. Nimasini? Ko'chada ma'lumot beramiz, a? Ola paroda o'zimiz mesni ola parodalar deganlarga ishini ko'rib turibsizlar. Mana 8 yil bo'lib yoki bo'lgan. Yoshi yaxshi ekan. 3-bola mana shu yonida. 3-si. Sekin kattalashga turadi, uni o'ta ham katta ekan. Bu 2 yurak endi bo'lyapti. 2 yurak. Birinchi bor yosh ekan-a? Ko'chat ishqibozlarga. Jonivorlar dimlab orilgan zo'rda. Ha, bir mahalgisi ham emas, a? Bir mahal ertaman sog'ilgan. Erta bilan sog'ilgan. Hozir biz abitdan keyin olyapmiz-ku, bir mahalgisi ham emas. Bolasi zo'r naqtargan bormidi? Ishni mana. Ishlari zo'r, Zohidjon. Yetdik. Do'lasa katta mol. Jag'ini ham ko'targanda o'zi telefonni iloji yo'q ko'tarishga majbur bo'ldik. Nomerni ham hozir aytib o'taylik. 90li 779 yetadi shu nomer. 7997 shu nomerga yozib qo'ygan, telefon qilganga ham Telegram, WhatsApp, email, Maxdan yozganga ham javob beriladi. Shunaqasiga olaman deganlarga doim bo'ladi. Bemalol telefon qilasizlar, aytgan joylarga yetkazib beriladi. Qanosan boshladik. Birinchi bo'lib shu birinchi kichikroqdan boshladik. Bolasi xonajin ekan-a? Bolasi xonajin, 3-bolasi Zohidjon. 3-yondagi bolasi, xudoxolasa bolasi yangisidan. Bolasi yangisidan. Dadillik ancha dadilib qopti. Ko'pidan. Sut ko'p ekan-a, yelindorligi zo'r. Ishlari ham zo'r, qarang. Pichimlari ham chiroyli, yelindorligi zo'r. Yeyishi ham gapi yo'q shekilli janovorda. Nihoyatda edi. Nechta sut beryapti Ahmadjon aka? Zohidjon 15 litr sut desam ham olaveradi, 18 tasam ham olaveradi, to'g'rimi? 12 litr sut sog'yapmiz. Sog'lyapti yana 10 aytiladi. litrga olaversin, bolasi dadil yemorsin. Xolasa 12 litr sog'lyapti, 10 taga beraveradi. Mesni o'zimiz olib parodalardan turadi. O'tga intilyapti yana. Bu qarang, Zohidjon. Ha, bo'shab yotibdi. Bu erta bilan sog'ilgan. Idishini ko'rinishi to'g'risi hali bir mahalgisi ham emas deyildi. Bolasi ham dadilib qo'ygan. Bo'yi 1.25 atrofida chiqadi. 1.20 bilan 1.25 atrofida chiqadi. Qo'ylanganga, so'raganga tashlab beraveradi. Bolasi ham dadilib qo'ygan olaman deganga. Yurishtirishlari qayerga borsa ham urinmasdan boraverar ekan, xolasa. Aytgan joyiga yetib boradi. Yetib boradi, dadilib qo'ygan bolasi. O'tga turavering bola enasini. O'tib turaversa, maza qilib yeyib turadi. Yurishtirishlari, yeb itishi, ko'rinishlari zo'r, mol qoni to'q bo'lishiga qaramasdan yeyishini yeb baho berasizlar. Och qolgan molni yeyapti janovar. Zohidjon bir hafta 10 kun ichida nima aybi bo'lsa mol meniki. Bemalol sinab olishaveradi. Sinab olaveradi, bemalol. Xolasa sinalib ko'rilgan. O'rada ham bunaqa qilib o'rmasa kerak, unga. Ha, yeyishiga to'g'risi havas qiladigan, haligi havas bilan yeyapti to'g'risi. Pulini kelishtirib ayting Ahmadjon aka, pulini arzon qilib. Shu elni ko'rishyapti, bozorda ko'rishyapti. O'shanga qarab 35 million so'm aytsam arziydimi? Arziydi, kami bor, ha? Kami g'ijbek. Kami ko'p.
Necha pul tushib beradi? O'z bochinga o'zi tushib bering. Bo'ladigan qilib. O'zbekiston bo'ylab 35 million qilib beraman. 34 desachi? O'zbekiston bo'ylab. 35 million O'zbekiston bo'ylab. Aha. Vodiy bo'ylab 33 million yetkazib beraman. 33 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ham kami ham bor. 35 million so'm O'zbekiston bo'ylab kami bor. Dastavkasi ham bor. Telefon qilib. Dastavkasi besplatnik. Narxlar ichida aytildi. Telefon qilib uyushtirishlari, ko'rinishlari gap yo'q. Olaparoda sutligini olaman deganga sutligini ko'rinishlari yeb turadi, yaxshi turadi. Ko'rinishlari hamma yo'q, gap yo'q. 2 yuraligidan olaman deganlarga 2 yurali bolasi ham dadilib qo'ygandi. Janob bo'ladi zo'r ekani. Ko'p tortmaydi. O'tga olib boring, uni ham o'tib tursin. Bolasi ancha dadilib qopti. Ha, bolasi zo'r. Bolasi xonajini novvosga o'xshagan ko'rinishlari, baquvvatligi zo'r. Bolasi enasini ham ko'rinishi, qo'ydorlik gap yo'q ekan. O'zimizni mesni. Qo'li uzun, vaqti zo'rmon. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 20 chiqdi. Ancha dadilib qopti. Birinchi bolasiga bolasining ko'rinishi gap yo'q bergan, dadil bergan bolani. Keyin bo'limi o'ta ham zo'r ekan. Orqa korobkalari ham ko'rgan bo'lsa ham bolasini zo'r. Enasidan kuchliroq mol bo'ladi, to'g'risi. Enasi ham o'zi hazilgan mol emas ekan. Nechta sut beryapti Ahmadjon aka hozir? 15 litr suti bor. 15 ta. Hozir bu sog'volingan paytini ko'ryapsizlar. Mana qarang. Bo'sh turibdi. Bo'shab turibdi. To'g'risi, ko'rinishi zo'r. Ko'rinishi zo'r. Buni ham yeb ichishi zo'ridan olaman. Yoshdan olaman deganga haqiqiy yosh, kelajagi boridan olaman. Uzoq baqaman deganlarga rosa ma'qul keladigan. Bo'yi 1.30 bilan 1.35 atrof chiqadi. Ha, bo'yi katta. O'lchab beramiz. Kimga bo'yi kerak bo'lsa qaysi biriniki aytsa o'lchab beramiz. Ushlab berilaveradi, men buni. Yurishtirishlari, ko'rinishlarini mana ko'rsatib o'tdik. Xudolar sog'lishlarini ham oz-moz bo'lsa ham sog'ib ko'rsatamiz. Yoshidan olaman deganlarga o'tda qo'ying, yeversin. Yeb ichishni ko'ryapsizlar, mana yurishtirishni ko'ryapsizlar. Hamma yo'g'i, dadilligi, yoshi, to'g'risi O'zbekiston bo'ylab uzoqqa borsa ham, yaqinda qolsa ham arzonradigan ko'rinishi zo'ridan, to'lasa suti ham ko'pidan. Kelishtirib pulini ayting Ahmadjon aka, pulini yaqinroq qilib. O'zbekiston bo'ylab 40 million. Kami bor? Kami bor. 39 desachi? 39 million O'zbekiston bo'ylab. Kamini kelishlar-da? Kelishtirib beraman. Telefon qilishaversan xafa qilmayman. Arzon qilib beriladi, 39 million so'm bahosi. Bo'ylab 37 million so'mga yetkazdirib beraman. Ya'ni xayri bor ozgina. Endi javob Telefon qilishaversin. 2 million qo'yapmiz-ku. Telefon qilishaversin, kelishlar. Kelishlar-da. Juplab olaman, don. Bolani ko'rsating. Birinchi bola 2 kilo narsa, 15 litr sut. Sut doridan bo'lsin. Xolos. Yoshini olaman, uzoq baqaman deganlarga, bolasi ham yaxshisidan bo'lsin deganlarga, bolasi ancha-muncha novvosdan ko'ra ko'zga ko'rinadigan, boshqacha ko'rinib turibdi jonivor. Yurishtirishlarini ko'rsatib o'tdik. Arzon qilib beradi, telefon qilib olasizlar. Katta sigir ishqibozlariga endi 3-sigirimiz bo'ydorligi, o'ta ham bo'ydordan, bolasi ham zo'ridan ekan. Oldin tugashi dinozavrni boshlanishi uchun. Shunaqasidan ekan, haqiqiy kuchli ekan. Qarang. Bolasi o'ta ham zo'r va novvos yana bo'ladi. bolasi gibridda endi. Ha, toza. Endi shvedga qo'yganmi, sementalga ham shvedga qo'ygan, kallasi oqil ekan. Bo'yi taxminan shu 150-155 atrofida. Kichkina mol emas, ushlab beramiz. Har doimgidek o'lchab Ushlab beramiz. Bolasi necha kunlik bo'ldi Ahmadjon aka? 1 oyga to'lgani yo'q. 1 oyda atrofida endi bo'ladigan, bolasini ko'p turishlar to'g'risi, alohida olgilar kelib ketadi buni ko'rgan odam, lekin jiblab sotiladi. Lekin 20 kundan o'tgan. 20 kundan o'tgan, toza bundaqa gibrididan, o'ta ham korobkasi ham zo'r. Sutga qo'yib berilyapti hozirmi? Ha, 20 kun umuman sog'masdan emizdik. Qo'yib berildi. Hozirchi? 20 kundan keyin endi enasini sog'ilib 10 litr sog' qolganini beryapti. Qo'yib berilyapti. Hozir ham qo'yib beraman degan odamga bemalol qo'yib beraveradi, rejim o'zgarmaydi. Qo'yib beraveradi, 3 kun sal rejim o'ziga tegib oladi. O'ziga tegib oladi. Tortdikda sut. İşte bolasi lekin zo'r, qantarilmagan umuman, o keyin bo'ladigan novvos haligi bo'limi. To'g'risi eng zo'r paroda mollarni olib tursa, xudo'lasa bellashaman deb turibdi to'g'risi. Sifat deysizlarmi, suvali, polmonligi, korobkalari moldi. Bo'limi zo'ridan deganlarga haqiqat to'g'risan u. Bunda sog'organi yaxshi bo'ladi. Ko'rsatmaymasini. Dolasi 1 tonnalik bo'lib, haligi foydasi tegsa ham baqqan odamga muhim xursand bo'lib baqsin. Qonini qarang, yeb ichishini qarang. Jonivorni yeb ichishi ham zo'r ekan. Sog'ib qolganini qo'yib bersin, bolaga mashitdan yetyapti. 10 ta sog'ib shunaqa qo'yib berilyapti. Sog'ib qolgani. Dolasi ham ro'zolga ham suti bemalol 10 ta yetadi. Keyin uni bolasiga agarda qo'yib beraman ko'proq deganlarga sekin-sekin yangi rejimga sovulasizlar. Ikkita o'ziga qiladi, yana bitta o'ziga qo'shadi. Qo'shaveradi. Keyin bolasini ham buyog'i shvetda ozgina kalla ko'rinishlari sementalga ham qizil tumshuqligiga tortadi. Endi bilmadik qanaqa ekan, lekin ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Shuni ko'ralmadim deganlarga aniqroq qilib qo'yapmiz. Dolasi yurishtirishlari zo'r. Sog'lishlari ham yuvosha o'ylanmaydi, sog'aman deganlar. Beramiz, ko'rasiz. O'ylanmaydi. Maza qilib sog'adi. Pulini kelishtirib bir bahosini ayting. 75-80 million deyishyapti, mana shunaqa katta mollar.
65 million qo'ysa bo'ladimi? Endi bizga qancha arzon aytsa shuncha yaxshi. U ketishda yaxshi tushyapsiz. Bizda 55 ham yo'q. Yo'q, a? Jon, Yo'q. 50 million so'mga vodiy bilan yetkazdirib beraman. 49 desak bo'laverami? Biz aytdik-ku, so'raveramizda, bizda jichamaqa so'rash kelgan gapimiz. 49 million so'mga yetkazdirib beraman. Bo'ldi. Xursand bo'lasizmi? Kamini kelishlar yana, nima bo'lmas? Kelishtirib beraman. O'zbekiston bo'ylabmi, vodiy bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab, eshitmay qolibman uni. Kamini O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavkalari bor, vodiy bo'ylab besplatniy dastavkalari bor, 49 million so'm bahosi. Yeb ichishi, bunaqa katta mollar bunaqacha deydimi ekan deganlarga, endi bilmaganlar uchun qizig'i yo'q, yeyveradi ekan. Oxirida tursa ham, bunaqa yaylovda tursa ham qonun to'g'izveradi ekan. Ko'rinishlari zo'r. Telefon qilasizlar, dolasi arzon qilib kelishtirib, beshga setsiz beradi. Navbat sigillarni yedirishga, sovurishga, bir voshdan uchalasini solishlarini, to'lib chiqishlarini ahvollarini ko'rsatib o'tamiz. Qolgan uylaringizni sovib kela olasizlar, dolasi hammasini sog'orimiz ko'rsatib o'tamiz, dolasi yuvoshligini. Kavsh qaytarib turish jonivorli. Sovishni boshladik. Naporiga e'tibor berasizlar. Napori zo'r ekan. Jonivor. Kavsh qaytarib turibdi bemalol. Naring tomoni. Xudo xolasa erkak, ayol, yoshi katta, yoshi kichik demaydi. Odam tanlamas ekanda. Olib borgandan keyin aytyapman, bir hafta 10 kunda nima ekan ayb bo'lsa, maniki bor. Mana yosh bola bilmaydigan bola shunchalik sog'ya. Sog'ishlarga gap. Maza qiladi soqqoni. Dolasi sog'aman deganga bahana yo'q ekan. Qolagan aql sog'aman deganga sog'averadigan, qiynalmasdan sog'aman deganga kashf qaytarib turibdi. Bu bolasi xunajin birinchi sigirimiz ma'lumot. Endi 2 yuralik hisob beramiz. 2 yuralikni ham idirishni boshladik, xudo xolasa, 2 yuralikni navbat sog'ishga. Bolasi buniki ham zo'r, to'g'risi. O'ta ham kuchli. Sog'ishni boshladik. 2 yuralikda xunajinda yuvoshini ko'rasizlar. Hozir yuvoshligiga men birinchi o'zi ko'rib bilan his qildi o'zi. Napori zo'r ekan. Birinchi bolaga, birinchi bolasiga. Bundan ochiq bo'lmasa kerak. Yon boshlab berishiga e'tibor beringlar. Nari tomonga o'tsa u tomonni, bu tomon olsa bu tomon ochib beryapti. Sog'ingda, bu yoqqa o'tingda. Qaranglar. Qarang. Hamma narsa. Qarodasi yaxshiganda. Dolasi haqiqiy yoshidan yetalab yuradi uzoq baqaman, rostdan ham kelajak yaxshi olaman deganga ma'qul keladigan ko'rinishi bor. Endi bularni qonida bo'ladi, parodasi baribir bildiradi. Qonida borligicha. Olgan odam rahmat aytib duo qilib qo'ysa biz xursand. Dolasi olganlar baraka topib, dolasi keyin sapayan oladigan bo'lib, dolasi kelaverasizlar. Qo'yiligi ham lekin zo'r ekan. Arzon qilib beriladi, yosh bolami kattami bunga ham qiziq. Endi bu bolasi chempion. To'g'risi buni bolasini yonimda ko'z bilan ko'rgan odam buni sutini soqqisi kelmaydi, gapni ochig'i. Endi ishqivoziga aytyapmiz bu gapni. Rostdan qo'yib beradigan bo'ladi. Qo'yib bergisi keladi. To'g'risi kim olsa ham qo'yib bergisi ko'proq keladi. Agarda uydagilar sutga yaxshi ko'rmasa yo'q, qo'yib bergisi keladi. To'g'risi bola shunaqa zo'r. Zo'r sut ko'p. Ro'zg'origa ham bolaga ham yetadi. Yetadi. Lekin 2 oydan keyin, 1 oydan keyin hammasini yevoradi. 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 Dolasi mana kattasiga ham sog'ish boshladi. Napollarini ko'rsatib o'tdi. Yaxshigina napol. O'zimiz tomon sog'iladi. Har tomon sog'ilyapti. Dolasi to'rlasidan chiqishlari, napollari bo'ladi. Ha, bo'ladi. Aloqaga chiqasizlar, arzon qilib beriladi. Dolasi kelishda sut qo'yuvligi, ko'rinishi gap yo'q. Arzon qilib beriladi. Dolasi telefon qilasizlar. Ma'lumotlari hammasini sog' bo'ldik. Aloqaga chiqaverasizlar, arzon qilib aytgan joylarga yetib beriladi. Olib paroda ishqibozlarga, bo'ydorini olaman deganlarga, aka-ukalarga qanday videoni tashlab qo'ysalaring, oxirigacha ko'rib qo'llab-quvvatlab turinglar. Rahmat deb qolamiz. Like taymizlar dolasi. Shunaqasini aqlga yetib bo'ladi. Ahmadjon aka rahmat, 5 ga yetib bering. Sog' bo'ling. Telefon qilishni o'rsa, obunachilaringiz uchun xabar qilmaymiz zo'g'il. Arzon qilib beriladi. Xudo xolasa, rozi-rizochilikni chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'ling. Hammaga rahmat deb qolamiz. Oxirigacha ko'rganlarga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar.